Oq atirgullar qo'shig'i bilan elga tanilgan xonanda Umida Mirhamidova 2-mart sanasida 51 yoshni qarshi oldi. Ushbu sana munosabati bilan ijodkor haqida ko'pchilik bilmaydigan qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Xonanda Umida Mirhamidova Parkent tumanining Changchi qishlog'ida san'atkor Mirsobit Mirhamidov oilasida tavallud topgan. Bolaligim juda go'zal o'tgan. To'ng'ich farzand bo'lganim uchun onamning dastiyori edim. 3-4-sinfda o'qib yurgan paytimdayoq chaqaloqni qanday yo'rgaklash, uxlatishni yaxshi bilardim. San'atga qiziqqanim uchun tuman ijodiyot markazidagi to'garaklarga qatnardim. 1989-yili maktabni tamomlab, san'at bo'yicha o'qiyman deganimda dadam jiddiy qarshilik qilgan. Qishlog'imiz tog'lar orasida joylashgani uchun shu yerlarda nomim chiqmay qolib ketamanmi deb xat yozib uydan ketganman, deydi xonanda Umida Mirhamidova. Mana shu voqeadan keyin Mirsobit Mirhamidov qizidagi san'atga bo'lgan ishtiyoqning qat'iyligini bilib, poytaxtdagi Yunus Rajabiy nomidagi musiqa bilim yurtiga o'qishga kirishga rozi bo'ladi. 1991-yili bilim yurtini tamomlab, Muqimiy teatriga xor ijrochisi bo'lib ishga kiradi. Bu yerda Zulayho Boyxonova bilan tanishib, undan qo'shiq aytish sirlarini o'rganadi. To'y xizmatlariga ko'p taklif etishardi. Nasiba Abdullayeva va Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini xuddi ulardek aytishga harakat qilardim. Tabiiyki, ijroim boshqalarga ham yoqardi. Bir kuni to'yda rahmatli Muhriddin Xoliqov meni kuzatib turgan ekan. Yonimga kelib, Umida, ijroyingiz juda yaxshi. Nahotki o'z mualliflik qo'shig'ingiz bo'lishini istamaysiz degan. O'ylab qarasam, haqiqatdan ham 7 yil mobaynida birorta mualliflik qo'shig'imni chiqarmagan ekanman. Ana shu gapdan keyin Sayrang bulbulim nomli qo'shiqni ijro etganman. Qo'shiq xalq orasida tanilishimga sababchi bo'lgan, deydi xonanda. U paytlari ayol xonandalarga sovchi qo'yadigan insonlar kamdan kam edi. Ammo Umida Mirhamidovani bir ayol yoqtirib, o'g'liga kelin qilmoqchi bo'lgan. Turmushga chiqqanimda 23 yoshda edim. Qaynonam bilan juda iliq munosabatda edik. Katta oilaning 7-kelini bo'lganman. Yarim kechasi to'ydan qaytib, ertalab ko'zimni ocha olmasdim. Qaynonam esa erta turib, xuddi men supurgandek hovli va ko'chalarni tozalab qo'yardi. Aybimni yashirishga harakat qilishini dildan his qilardim. Nihoyatda samimiy, ko'ngli toza ayol edi. Ammo turmushimiz uzoqqa cho'zilmadi. O'g'lim tug'ilgach, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz uzoqqa bormasligini tushundim. Men san'atdan osonlikcha voz kechib keta olmasdim. San'atda o'z o'rnimni topishni chin dildan istardim. Bu vaziyatda turmush o'rtog'imga ham oson bo'lmagan. Chunki hamma ayolining san'atkor ekanligini to'g'ri tushunmasdi. Mendan yaxshi ayol chiqmasligi ham aniq edi. Biz kelishgan holda ajrashganmiz. Ammo bu qarorimdan umuman afsuslanmaganman. O'g'lim tug'ilishi kerak bo'lgan. Biz oila qurganmiz. Agar u insonda menga nisbatan ishonch bo'lganida ajrashmagan bo'lardik, deydi xonanda Umida Mirhamidova. Xonanda turmush o'rtog'i bilan ajrashgach, oila qurmadi. U o'g'li Hamidullohni yolg'iz tarbiyalashni istadi. Hamidulloh Sayfullayev ayni kunda hisobchilik sohasida tahsil oladi. U onasi kabi san'atkor emas, balki bank xodimi bo'lishni afzal ko'rdi. 2024-yilning avgust oyida xonanda ushbu yolg'iz farzandini uylantirdi. Intervyulardan birida kelini Amerikada tug'ilib o'sgani haqida aytib bergan. To'y qilganga 40 yil tegma degan gap bekorga aytilmagan ekan. Chunki yugur-yugurlarga nafaqat pul, balki sog'liq ham ketib qolar ekan. Kelinim meni televizorda qattiqqo'l qaynona obrazida ko'p ko'rgani uchun hayotda ham shunaqa deb o'ylagan ekan. Onajon, men sizni qo'liga yelpig'ishlar olib o'tiradigan qaynona bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim dedi. Kelinim O'zbekistondan emas, u AQShning Nyu-York shahrida tug'ilib o'sgan. Qudalarim bilan uzoq yillardan beri tanishmiz. Hech qachon uzoq yurtdan kelin qilaman deb o'ylamagandim. Lekin taqdir taqozosi. Kelinimdan uyingizni sog'inmayapsizmi deb ko'p so'rayman. Yo'q, Toshkent menga juda yoqadi deydi. Mana yaqinda uyiga borib keldi bir oyga. Uzoq bo'lgani uchun bundan kam muddatga bora olmaydi, deydi xonanda Umida Mirhamidova.